Бабадук, приходи. Бабадук, приходи. Бабадук, приходи. Абунга, приходи. Абунга, приходи. Ксе, приходи. Kim qildi? Bugungi videoda biz jin chaqirish usullarini sinab ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Bu videoda bizda mehmonlar bor. Shahzod va yana o'sha Otabek. Agarda bironta jin chaqirish usullarimizdagi jin kelib qolsa, bizani bu yerdan keta olmaymiz. Ana endi bularning ichidan nima o'tadi? Hozir bilib ko'ramiz. Nima o'tadi chin? Prosta bu yerdan biz agar jin kelib qolsa va jin chaqirsak qocholmaymiz. Shunisi va biroz qo'rquv, bir shoskiroq bir boshqacha tuyg'u o'tyapti. Normal. Mendan esa o'rto'la, agar men prям bilasizlar, hamma videolarda juda ham qo'rqinchli narsalardan hozir ham oyoqlarim dirillab, qo'llarim murashka bo'lib ketyapti. Normalniy atak, shu shundalar tabiiyki solamiz. Bizda uni qo'rqinchli his-tuyg'ular kamroq. Atay bir jin kelib qolsa, ko'zimga ko'ringan tomonga qochavergan tamom. Sevil. Biz ham tashlab qo'yishaylik. Biz Otabekni qoldirib ketamiz. Video oxirida ko'rasizlar. Video boshlandi. Birinchi chaqiradigan jinimiz, ya'ni internetdagi mashhur, hozir juda ham rekda bo'ladigan jin Babaduk. Hozir uni chaqirish uchun birinchi mana bunaqa salfetkalardan ikkita qo'l chiqarib, ana yasab olishimiz kerak. Qanaqadir nima deydi uni? Ayiqchami o'shanga. O'yinchoq qildi. Mana buni ochamiz, yordam beraylik, ushlab turinglar. Prям sovuqatim murashka bo'lib ketyapti. Ham qo'rqolma, ham sovuq. Papa. Bizga ikkita kerak bo'ladi. Va buni joyiga solib qo'yamiz. Va mana bunday qilib mana bu yerdan teshamiz. Do'stlarga вообще nereal video bo'lib turadi. Mana buni o'rayganmiz bu yeriga. Mana bunday qildi-da. Bir quti. Da. Mana bunday qilib, bu tarafni ham tiqamiz. Xullas ikkita oyog'i, prям oyog'i, qo'li, boshi bo'lish kerak, ha? И всё. Mana narsa. Mana o'rtoqlar, Babadukni chaqirish uchun ham instrumentni tayyorlab oldik. Prям ana endi buni mana bu yerga qo'yamiz va atrofiga 3 ta sham yoqib, prям Babaduk, приходи desak, prям Babaduk kelar ekan. Почти Babadukni chaqirish uchun instrument tayyorlab oldik. Ana endi buni 3 ta tarafiga sham qo'yamiz va buni yoqib Babaduk, приходи desak, Babaduk kelar ekan. Go, sinab ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, biz Babadukni chaqirish uchun narsalarni tayyorlab oldik. Ana endi prям yoqib, prям 3 ta shamni qo'yib, Babaduk, приходи desak, и всё bo'ldi. Shamlar yoqolamiz, ushlab turishamiz.
Mana o'rtoqlar shamni yoqib qo'yib oldik. Endi Babadook приходить deyish kerak и всё. Ham shamni ustiga qo'yamiz. Babadook приходи. Babadook приходить. Babadook приходить. Babadook приходить. Babadook. Nima bo'ldi? O'yla. Shular uchun biza yon. Bля. Boshqa joyda. Babadook приходи. Babadook приходи. Yo'q, qis ko'tingni. Babadook приходи. Babadook приходи. Kutib turaylik. Oxirida mana yo'q qorish kerak edi o'rtoqlar. Babadook приходит. Mana yo'q qorish kerak edi, prям. Babadook приходи. Babadook приходи. Babadook приходи. Babadook приходи. Babadook приходи. Babadook приходи. Bo'ldi, kim o'rtoqlar? Biz endi yolg'on ekan bu. Biz ikkinchisiga o'tamiz. Nima qilasizlar? Videolar. Mayli. Odam kelib qoldi o'rtoqlar, uzr. Bu o'xshamadi, Babadook. Ishonmanglar. Yo'q, lekin o'xshamadi deyishadi. Siz to'g'ri qilmagan bo'lishimiz mumkin. Ha, to'g'ri qilmagan bo'lishimiz mumkin, lekin kiyimadi hech qimillamadi, prям qimillab, yuzi ko'rinishi kerak edi. Prям mana yuzi. Babadook ham shu. Ko'rinmadi. Biz ikkinchisiga o'tamiz. Ketdik. Endi biz o'rtalar ikkinchisi jin chaqirish usuliga navbat, ya'ni mana bu abungani chaqirib ko'ramiz, prям shunga kirib chiqmasa bo'ldi, ona endi boshqa qasam qaraydi. Prям buni oldiga 3 ta sham yoqib, abunga приходить desa kelar ekan. Qaranglar, taktikada bu. Birdan kelib qo'zg'on prям. Qilsa. Yoqishga yordam beringlar. Başka koyayım yok öyle. Kimam üstüne koy. De. Ana ortada koyduk. Şu üç tane turaylı. Hani endi bize abunga приходить deyishimiz kerak. Ketdi. Abunga приходить. Abunga приходить. Abunga приходить. Abunga приходить. Abunga приходи. Ксе. Abunga приходи. Kim qildi? Kim qildi? Tosh uchib keldi, ko'rdingizmi? Siqildingizmi? Yo'q. Abunga приходи. Hazil qilmaylar. Rost hazil qilmaylar. Boshqasini qaraylar. Abunga приходи. Abunga приходи. Qsinglar. Kim tosh otyapti? Abunga приходи. Abunga приходи. Abunga приходи. И все, kima bo'ldi. Nima qilsanglar? Oxirgi so'rovlar, prям o'zga dunyoga tushiradigan qizil eshik va sariq eshik o'yinini prям hayotda o'ynab ko'ramiz. Uchamiz kerak, bermasa dondozlik qilamiz. Kim qolsa o'shanga qilamiz. Bo'ling. Sekin. Halo. Mashina o'tir. Bunaqasi o'tir. Bizlarga вообще нереально видно вообще. Kamera atrofiga kelasiz, mana bu kerak. Qara, diyorga suyam. O'zingni yumasan, или o'zingni bo'sh qo'yasan. Sen hozir berda hech nima o'ylama. Umuman hech nima o'ylama. Sen prям osmonda muallaq uchyapsan. Tushunsan? Meni tasavvur qil bu narsani. Prям qara. Sen havoda muallaq uchyapsan. Oilaga ikkita eshik chiqdi. Tasavvur, oilaga ikkita eshik chiqdi. Sariq eshik va qizil eshik.
Sen bittasini ochib kir. Qaraysan, mendagi eng qo'rqadigan narsang maxluqning turibdi. Tasavvur qil. Nimadan qo'rqsang keladi. Ana shuna qo'lingdan ushlansani, tortib ketyapti. Va oynani oldiga bor. Oynaga qarab tursa maxluq bilan birga. Va maxluq senga o'sha o'zing xayolingdagi maxluq senga qulog'ingga pichirlab bir nima dedi. Yaxshimisan? O'sha. Voy bilan. Yaxshimisan? Nima dedik? Qanaqa maxluq? Короче, космический ой. Боже. Voy, abu gapirdi. Uyusun. Izi. Shuna keladi quloqqa. So'kinmaymiz. O'ylab ko'riladigan video bo'lsa so'kinmaymiz. Yo'q, unaqa nima gapir. Shuna. Просто o'xsharkan. Nima bo'ldi sizlar? Nima bo'ldi? O'xsharkan bo'ldi. Sizlar kulinglar. Yaxshimasa, unaqa narsani sizlarga qilish tavsiya bermayman. Shuncha mehnatga bitta urdilar. Like bosib, tilim qancha bo'ldi bor. Juda ham qo'rqyapman. Like bosib, obuna bo'linglar. Или qilsa, shu videoda 100 tagina like bo'lsa, keyingi qismni boshqa bolalarni olishga harakat qilaman. Bizlar bu yerdan so'ndiga o'tdik.